Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ochiq va tushunarli qilib tushuntirib beraman. Hamma ham pensiya oladimi yoki ayrim odamlarga pensiya tayinlanmaydimi? Oxirgi paytlarda pensiya bo'lmaydi. Staj yetmasa pul berilmaydi. Pensiya jamg'armasi izoh berdi degan gaplar ko'paydi. Men bugun sizga vahima emas, aniq tushuncha beraman. Kim xavotir olishi kerak, kimning hujjatlari joyida bo'lsa, xotirjam bo'lishi mumkin. Va eng asosiysi, hozirdan nima qilish kerak? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki pensiya faqat bugungi keksalarning masalasi emas. Bugun ishlayotgan yigit-qizlar, chet elda mehnat qilayotganlar, uy bekalari, yaqqa tartibda ishlayotganlar, dehqonlar, norasmiy ishda yurganlar uchun ham juda muhim. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta kichkina hujjat yetishmagani yoki bitta davr hisobga kirmagani sababli odam pensiyaga chiqishda katta muammoga duch kelishi mumkin. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men shunday murakkab mavzularni oddiy tilda tushuntirib boraman. Avval eng asosiy narsani aytaman. Pensiya avtomatik ravishda yoshga yetding, demak albatta to'liq pensiya olasan degani emas. Pensiya tayinlanishi uchun yosh talabi, ish staji, sug'urta badallari yoki rasmiy mehnat faoliyati, hujjatlar va qonunda belgilangan boshqa shartlar muhim. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Men 30 yil ishladim deydi. Lekin savol tug'iladi. U 30 yil rasmiy ishlaganmi? Mehnat daftarchasida yozuv bormi? Elektron bazada ma'lumot bormi? Ish beruvchi soliq va ijtimoiy to'lovlarni to'laganmi? Arxivda buyruqlar saqlanganmi? Agar mana shu masalalarda bo'shliq bo'lsa, pensiya hisoblashda muammo chiqishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar mehnat daftarchasiga tayanib kelishdi. Ishga kirdi, mehnat daftarchasiga yozildi, ishdan chiqdi, yana yozildi. Pensiya yoshiga yetganda shu daftarcha asosiy hujjatlardan biri bo'lardi. Lekin hayotda ko'p holatlar bo'lgan. Korxona yopilgan, arxiv yo'qolgan, muhr noto'g'ri bosilgan, buyruq raqami ko'rsatilmagan. Ayrim yillar ish haqi haqida ma'lumot topilmagan. Natijada odam o'zini ko'p yil ishlagan deb biladi, lekin tizimda hammasini tasdiqlash qiyin bo'ladi. Hozir nima o'zgardi? Hozir davlat organlari ko'proq elektron ma'lumotlarga, rasmiy to'lovlarga, soliq va mehnat bazalariga tayanmoqda. Bu yaxshi tomoni, agar siz rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, ma'lumotlar aniq ko'rinadi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar siz og'zaki kelishuv bilan ishlagan bo'lsangiz, maoshni konvertda olgan bo'lsangiz, ish beruvchi sizni rasmiylashtirmagan bo'lsa yoki uzoq yillar o'zimcha ishlab yuribman deb ijtimoiy to'lov qilmagan bo'lsangiz, pensiya masalasida staj to'plash qiyinlashadi. Shuning uchun pensiya bo'lmaydi degan gap hamma uchun emas. Balki shartlarni bajarmagan yoki hujjatlari to'liq bo'lmagan odamlar uchun xavfli signal. Men birinchi navbatda kimlar xavotir olish kerakligini aniq aytaman. Birinchi toifa. Norasmiy ishlayotganlar. Masalan, odam 10 yil qurilishda usta bo'lib ishlaydi. Har oy yaxshi pul topadi, lekin hech qayerda rasmiy ishchi sifati ko'rsatilmagan. Bugun daromadi bor, oilasini boqadi. Lekin ertaga pensiya yoshiga yetganda shu 10 yil staj sifatida ko'rinmasligi mumkin. Chunki davlat tizimida u davr mehnat faoliyati sifatida tasdiqlanmagan bo'ladi. Ikkinchi toifa, bozorda savdo qilayotgan, uyda xizmat ko'rsatayotgan, tikuvchilik, sartaroshlik, ta'mirlash, yuk tashish kabi ishlarni mustaqil bajarayotgan, lekin o'zini rasmiylashtirmagan fuqarolar. Masalan, opa 20 yil davomida uyida tikuvchilik qiladi. Mahalladagi hamma uni taniydi, mijozlari ko'p, lekin u yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tmagan, ijtimoiy to'lov qilmagan. Pensiya masalasida men 20 yil ishladim deyishi insoniy tomondan tushunarli. Lekin huquqiy tomondan bu davrni stajga kiritish uchun tasdiq kerak bo'ladi. Uchinchi toifa chet elda ishlayotganlar. Ko'plab yurtdoshlarimiz Rossiya, Qozog'iston, Turkiya, Koreya va boshqa davlatlarda ishlaydi. Ular oilasiga pul yuboradi, uy quradi, farzand o'qitadi. Lekin pensiya uchun savol boshqa. Siz ishlayotgan davlatda rasmiy ishlayapsizmi? O'zbekiston bilan pensiya sohasida kelishuv bormi? Siz O'zbekistonda ixtiyoriy tartibda to'lov qilyapsizmi? Agar odam 15 yil chet elda norasmiy ishlagan bo'lsa, qaytib kelgan men chetda mehnat qildim degan yetarli bo'lmasligi mumkin. Hujjat, shartnoma, to'lov, tasdiq kerak. To'rtinchi toifa, ish beruvchi rasmiylashtirmagan xodimlar. Bu juda og'riqli masala. Ayrim xususiy korxonalarda odamlar real ishlaydi. Ertalabdan kechgacha ish joyida bo'ladi, lekin mehnat shartnomasi yo'q. Maosh naqd beriladi. Xodim xo'jayin bilan kelishganman deb yuradi. Lekin pensiya yoshiga yetganda xo'jayin topilmasligi, korxona yopilishi
hujjat bo'lmasligi mumkin. Shunda odam yutqazadi. Shuning uchun men har doim aytaman, bugungi ish haqingiz muhim, lekin ertangi stajingiz ham shundan kam emas. 5-toifa hujjatlari tartibsiz bo'lganlar. Ba'zi odamlarning mehnat daftarchasida familiya xato yozilgan, korxona nomi noto'g'ri, muhr o'qilmaydi. Ishga kirish va chiqish sanalari chalkash. Masalan, daftarchada 1995-yil ishga qabul qilindi deb yozilgan, lekin ishdan bo'shash sanasi yo'q. Yoki korxona nomi o'zgargan, lekin bu haqda hujjati biriktirilmagan. Bunday mayda tuyulgan narsalar pensiya tayinlashda katta savollarga sabab bo'ladi. Endi kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Rasmiy ishlayotgan, mehnat shartnomasi bor, ish beruvchi soliq va tegishli to'lovlarni amalga oshirayotgan, elektron mehnat daftarchasida ma'lumotlari to'liq ko'rinayotgan fuqarolar. Masalan, o'qituvchi maktabda rasmiy ishlaydi. Har oy ish haqi plastik kartaga tushadi, mehnat shartnomasi bor, buyruqlari bor. Bunday odamda pensiya masalasida asosiy baza shakllanib boradi. Albatta, u ham vaqt-vaqti bilan ma'lumotlarni tekshirish kerak. Lekin uning xavfi norasmiy ishlayotgan odamnikidan ancha past. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Birinchi odam 25 yil rasmiy korxonada ishlagan. Uning ish haqi bo'yicha ma'lumotlar bor. Mehnat daftarchasi to'g'ri, elektron tizimda yozuvlar mavjud. Pensiya yoshiga yetganda uning pensiyasi hisoblanadi, staji tasdiqlanadi. Oylik daromadlari inobatga olinadi. Ikkinchi odam ham 25 yil ishlagan, lekin 10 yili rasmiy, 15 yili norasmiy. U o'zini bir xil mehnat qilgan deb his qiladi, lekin pensiya hisobida faqat tasdiqlangan yillar ko'rinishi mumkin. Natijada pensiya miqdori kam bo'lishi yoki ayrim hollarda yetarli staj masalasi paydo bo'lishi mumkin. Yana bir hayotiy holat, ayol kishi yoshligida 8 yil fabrikada ishlagan, keyin farzand tarbiyasi bilan uyda bo'lgan. Keyin 12 yil maktabda farrosh bo'lib ishlagan. U pensiyaga yaqinlashganda ayrim davrlar hisobga olinadimi? Farzand parvarishi davri qanday ko'riladi? Mehnat daftarchasidagi tanaffuslar qanday tushuntiriladi? Shularni oldindan aniqlash kerak. Chunki pensiya kuni kelganda yugurib yurishdan ko'ra 2-3 yil oldin hujjatlarni tekshirish ancha oson. Yana bir misol, erkak kishi sovxozda ishlagan, keyin sovxoz tugatilgan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin arxiv ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. Agar u arxivga oldindan murojaat qilsa, ishga qabul qilish va ishdan bo'shash buyruqlari, ish haqi ma'lumotlari bo'yicha ma'lumotnoma olsa, pensiya tayinlash jarayoni yengillashadi. Agar hammasini oxirgi oyda qilsa, arxiv javobi cho'zilishi, hujjat topilmasligi, qo'shimcha tekshiruv talab qilinishi mumkin. Endi eng muhim nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat. Staj va ish haqi bir xil narsa emas. Odam men ko'p maosh olganman deydi. Lekin u maosh rasmiy ko'rsatilganmi? Agar rasmiy oylik juda past ko'rsatilgan, qolgan qismi naqd berilgan bo'lsa, pensiya hisobida rasmiy ko'rsatilgan daromad muhim bo'lishi mumkin. Masalan, odam real hayotda oyga 5 million so'm olgan, lekin hujjatda 20 million ko'rsatilgan. Ertaga pensiya hisobida men 5 million olardim deyishning o'zi yetmasligi mumkin. Chunki tizim hujjatdagi raqamga qaraydi. Ikkinchi nozik jihat, mehnat daftarchasi borligi hammasi joyida degani emas. Undagi har bir yozuv to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Ishga qabul qilish buyrug'i, ishdan bo'shatish buyrug'i, korxona muhri, mas'ul shaxs imzosi sanalar muhim. Agar mehnat daftarchasida bir korxonada ish boshlaganingiz yozilgan, lekin ishdan ketganingiz yozilmagan bo'lsa, keyingi ish joyiga kirgan sanangiz bilan ustma-ustlik paydo bo'lishi mumkin. Bu esa tekshiruvda savol tug'diradi. Uchinchi nozik jihat, familiya o'zgargan ayollarda hujjatlar zanjir to'liq bo'lishi kerak. Masalan, qiz familiyasida ishlagan davr bor, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Pensiya tayinlashda nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lishi mumkin. Agar hujjatlarda bir joyda Karimova, boshqa joyda Qodirova, yana bir joyda Karimovna kabi xatolar bo'lsa, buni oldindan to'g'rilash kerak. To'rtinchi nozik jihat, arxiv masalasi. Ko'p odamlar korxona yopilgan, demak stajim yo'qoldi deb o'ylaydi. Har doim ham shunday emas. Tugatilgan korxonalarning hujjatlari ko'pincha davlat arxiviga, Guguri tashkilot arxiviga yoki huquqiy voris tashkilotga topshirilgan bo'lishi mumkin. Lekin buni izlash kerak. Qaysi tumanda korxona bo'lgan, qaysi yillarda ishlagansiz, korxona nomi qanday bo'lgan, keyin nomi o'zgarganmi? Bularni aniqlash lozim. Arxivga men ishlaganman, topib bering deb umumiy yozishdan ko'ra, aniq ma'lumot bilan murojaat qilish samaraliroq. 5-nozik jihat ixtiyoriy to'lovlar. Ayrim fuqarolar rasmiy ish joyiga ega bo'lmasa ham
qonunda belgilangan tartibda o'z pensiya ta'minoti uchun ixtiyoriy badal to'lash imkoniyatlarini o'rganish kerak. Bu ayniqsa o'zi band qilganlar, yakka tartibda ishlayotganlar, chet elda yurganlar uchun muhim. Men bu yerda aniq summa aytib sizni chalg'itmoqchi emasman. Chunki miqdorlar va tartiblar vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l pensiya jamg'armasi bo'limi, soliq organlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali yoki rasmiy manbalar orqali ayni paytdagi tartibni tekshirish. 6-nozik jihat minimal staj masalasi. Yoshga doir pensiya tayinlanishi uchun qonunchilikda belgilangan minimal ish staji talab qilinadi. Agar odamda bu minimal talab yetarli bo'lmasa, unga to'liq yoshga doir pensiya tayinlanmasligi, boshqa turdagi ijtimoiy yordam yoki nafaqa masalasi ko'rilishi mumkin. Bu juda muhim farq. Pensiya bilan ijtimoiy nafaqa bir xil emas. Pensiya ko'proq mehnat staji va to'lovlar bilan bog'liq. Nafaqa esa ijtimoiy himoya mezonlariga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun umuman hech narsa berilmaydi deb vahima qilish ham noto'g'ri, baribir davlat beradi deb beparvo yurish ham noto'g'ri. 7-nozik jihat. Sud orqali tasdiqlash holatlari. Ba'zan hujjat yo'q, arxiv topilmadi, lekin odamning ishlaganini tasdiqlovchi boshqa dalillar bor. Masalan, eski ish haqi varaqalari, kasaba uyushmasi bileti, guvohlar, mukofot hujjatlari, buyruq nusxalari bo'lishi mumkin. Ayrim murakkab holatlarda ish stajini sud tartibida aniqlash masalasi ko'riladi. Lekin bu oson yo'l emas. Vaqt, hujjat, dalil, yuridik savod talab qiladi. Shuning uchun sudgacha olib bormaslik uchun hujjatlarni bugundan tartibga keltirish kerak. 8-nozik jihat. Nogironlik, boquvchisini yo'qotganlik, imtiyozli pensiyalar. Hammaning vaziyati bir xil emas. Ayrim kasblarda imtiyozli pensiya shartlari bo'lishi mumkin. Ayrim sog'liq holatlarida nogironlik pensiyasi masalasi ko'riladi. Oilada boquvchi vafot etsa, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lishi mumkin. Lekin bu holatlarning ham har birida o'z hujjati, o'z talabi, o'z tartibi bor. Qo'shnim shunday olgan ekan, men ham olaman degan yondashuv xato. Har bir ish alohida ko'riladi. 9-nozik jihat pensiya yoshiga yetganda emas. Oldin murojaat qilish. Men ko'p ko'rgan xato shuki, odam pensiya yoshiga bir oy qolganda hujjat yig'ishni boshlaydi. Keyin arxivdan javob kelmaydi, eski korxona topilmaydi, mehnat daftarchasida xato chiqadi. Natijada asab, vaqt, pul ketadi. To'g'ri yo'l pensiya yoshiga 2-3 yil qolganda hujjatlarni tekshirtirish, stajni taxminiy hisoblatish, yetishmayotgan davrlarni aniqlash. Hatto yosh bo'lsangiz ham elektron mehnat ma'lumotlaringizni tekshirib boring. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z mehnat tarixingizni yozib chiqing. Oddiy daftar oling va qaysi yildan, qaysi yilgacha qayerda ishlaganingizni ketma-ket yozing. Korxona nomi, lavozim, ishga kirgan sana, ishdan chiqqan sana, taxminiy oylik, korxona joylashgan tuman yoki shaharni yozing. Bu ro'yxat keyin hujjatlarni solishtirishda juda kerak bo'ladi. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni tekshiring. Har bir yozuvda sana bormi? Buyruq raqami bormi? Muhr bormi? Imzo bormi? Korxona nomi tushunarlimi? Familiyangiz to'g'rimi? Shularni ko'ring. Agar sizda mehnat daftarchasi ish beruvchida saqlanayotgan bo'lsa, undan nusxa yoki ma'lumotlarni tekshirish imkonini so'rang. Hozir elektron mehnat tizimlari ham muhim bo'lgani uchun faqat qog'oz daftarchaga ishonib qolmang. 3-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, My.gov.uz, soliq organlari xizmatlari yoki tegishli rasmiy ilovalar orqali mehnat faoliyatingiz, rasmiy daromadlaringiz, ish beruvchi tomonidan kiritilgan ma'lumotlar bor yo'qligini aniqlang. Agar biror davr ko'rinmayotgan bo'lsa, darhol ish beruvchiga murojaat qiling. Keyin to'g'rilab beramiz degan gapga ishonib yillarni o'tkazib yubormang. 4-qadam, ish beruvchidan rasmiy hujjat talab qiling. Agar hozir ishlayotgan bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz borligini tekshiring. Ishga qabul qilish buyrug'i rasmiylashtirilganmi? Lavozimingiz to'g'ri ko'rsatilganmi? Oyligingiz rasmiy berilyaptimi? Soliq va to'lovlar qilinyaptimi? Shularni biling. Siz xodimsiz, demak o'z mehnat huquqingizni so'rashga haqqingiz bor. Bu xo'jayin bilan janjal qilish degani emas, bu kelajagingizni himoya qilish degani. 5-qadam. Eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumotlarini yig'ing. Agar siz ishlagan korxona yopilgan bo'lsa, tuman arxiviga, viloyat arxiviga, sobiq yuqori tashkilotga yoki tegishli idoralarga yozma murojaat qiling. Murojaatda to'liq ism familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, ishlagan davringiz, korxona nomi, lavozimingiz, iloji bo'lsa eski hujjatlardan nusxalarni kiriting. Murojaatni og'zaki emas, yozma yoki elektron shaklda qiling.
Shunda javob ham rasmiy bo'ladi. 6-qadam familiya, pasport, nikoh, tug'ilganlik hujjatlarini tartibga keltiring. Ayniqsa ayollar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi ajrashganlik hujjati. Familiya o'zgarishi haqida ma'lumotlarni tayyor qilib qo'ying. Agar hujjatlarda imlo xatosi bo'lsa, masalan bir joyda Gulnora, boshqa joyda Gulnora yozilgan bo'lsa, buni oddiy narsa deb qoldirmang. Pensiya ishida bunday farqlar aniqlik talab qiladi. 7-qadam, agar norasmiy ishlayotgan bo'lsangiz, vaziyatni o'zgartiring. Ish beruvchidan rasmiylashtirishni so'rang. Agar o'zingiz mustaqil ishlayotgan bo'lsangiz, o'zini o'zi band qilish yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki qonunda ruxsat etilgan boshqa rasmiy shakllarni o'rganing. Bu faqat soliq to'lash masalasi emas, bu sizning kelajakdagi ijtimoiy himoyangiz masalasi. Bugun ozgina rasmiy tartibga kirish ertaga katta muammoning oldini oladi. 8-qadam, chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, rasmiy yo'lni tanlang. Mehnat shartnomangizni saqlang, ish beruvchidan ma'lumotnomalar oling. Mamlakatdagi sug'urta yoki pensiya to'lovlari bo'yicha hujjatlarni yo'qotmang. O'zbekistonda ixtiyoriy to'lov qilish imkoniyatlarini rasmiy manbalardan so'rang. Chet eldan pul yuborish oilaga yordam beradi. Lekin pensiya uchun alohida huquqiy tasdiq kerak bo'lishi mumkinligini unutmang. 9-qadam, pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga maslahat uchun boring. Pensiya yoshiga yetishingizni kutmang. Mening stajim qancha ko'rinadi? Qaysi davlar tasdiqlanmagan? Qanday hujjat olib kelishim kerak? Arxiv ma'lumotnomasi kerakmi degan savollarni bering. Agar imkon bo'lsa, yozma maslahat yoki rasmiy javob oling. Chunki og'zaki aytilgan gap esdan chiqadi. Rasmiy javob esa keyingi qadamlar uchun asos bo'ladi. 10-qadam, hujjatlaringizning nusxasini saqlang. Mehnat daftarchasi, shartnomalar, buyruqlar, ish haqi ma'lumotnomalari. Arxiv javoblari, nikoh guvohnomasi, harbiy xizmat hujjatlari, ta'lim hujjatlari, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari kabi hujjatlarning sifatli nusxasini qiling. Telefoningizda rasmga olib qo'yish ham foydali, lekin albatta qog'oz va elektron nusxalarni tartibli papkada saqlang. Bir hujjat yo'qolsa, uni qayta tiklash juda qiyin bo'lishi mumkin. Men yana bitta muhim maslahat beraman. Ijtimoiy tarmoqlardagi vahimali xabarlarga darhol ishonmang. Ertadan hamma pensiyasiz qoladi. Staji yo'qlar umuman pul olmaydi. Hammasi bekor bo'ldi. Kabi gaplar ko'pincha odamlarni qo'rqitish uchun tarqatiladi. To'g'ri ma'lumotni pensiya jamg'armasi, qonunchilik bazasi, MyPonjGuz, soliq qo'mitasi, kambag'allikni qisqartirish va bandlik organlari kabi rasmiy manbalardan tekshiring. Agar tushunmasangiz, mutaxassisdan so'rang. Eng yomon qaror bu qo'rqib hech narsa qilmaslik. Yana bir real holatni tasavvur qilaylik. Akmal aka 24 yoshda 12 yil zavodda ishlagan, tashkil qurilishda norasmiy yurgan, keyin 6 yil taksi qilgan. U o'zini 26 yil ishlagan deb biladi. Lekin rasmiy hujjatda faqat zavoddagi 12 yil ko'rinishi mumkin. Agar u hozir harakat qilsa, taksi faoliyatini rasmiylashtirishi, keyingi yillar uchun to'lovlarni tartibga solishi, eski qurilish firmalaridan hujjat izlashga urinishi mumkin. Agar u 6 yoshga borganda boshlasa, imkoniyatlar kamayadi. Shuning uchun har bir yilni bugundan o'ylash kerak. Yana bir holat. Dilbar opa 45 yoshda, 25 yil maktabda ishlagan, keyin uyda bolalar tarbiyasi bilan bo'lgan, so'ng 7 yil xususiy bog'chada ishlagan. Xususiy bog'cha uni rasmiylashtirganmi yoki yo'qmi? Bu juda muhim. Agar rasmiylashtirilmagan bo'lsa, Dilbar opa bugun rahbariyatdan shartnoma va elektron tizimga kiritishni talab qilishi kerak. Chunki opa, xavotir olmang. Hammasi bo'ladi degan gap pensiya bo'limida hujjat o'rnini bosmaydi. Demak, asosiy xulosa shuki, hamma pensiyasiz qoladi degan gap to'g'ri emas. Lekin pensiya avtomatik beriladi, hujjatsiz hammasi o'tib ketadi degan fikr ham noto'g'ri. Pensiya uchun rasmiy staj tasdiqlangan mehnat faoliyati, to'g'ri hujjatlar va qonuniy tartib juda muhim. Kim rasmiy ishlayotgan, hujjatlari joyida bo'lgan, to'lovlari ko'rinayotgan bo'lsa, u nisbatan xotirjam. Kim norasmiy ishlayotgan, hujjatlari chalkash, chet elda tasdiqsiz mehnat qilayotgan yoki eski ish joylari bo'yicha arxiv ma'lumoti yo'q bo'lsa, u hozirdan harakat qilish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq mehnat tarixingizni yozing. Hujjatlaringizni tekshiring. Elektron bazadagi ma'lumotlaringizni ko'ring. Kerak bo'lsa, pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Bir kunlik harakat kelajakda oylar davom etadigan yugur-yugurning oldini oladi. Pensiya bu faqat keksalikdagi pul emas. Bu insonning yillar davomida qilgan mehnati tan olinishi demakdir. Shu mehnat yo'q bo'lib ketmasligi uchun uni hujjat bilan himoya qilish kerak.
Sizning oilangizda pensiya hujjatlari bilan muammo bo'lganmi? Staj hisoblanmay qolgan, arxidan hujjat topilmagan yoki norasmiy ish sabab qiynalgan tanishlaringiz bormi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalar ham o'qib xulosa qilsin. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumotni bugun bilgan odam ertaga o'z pensiyasini himoya qila oladi.